Bankka kelgandik, kredit olmoqchi edik. Men qorovulman, boshliq ichkariga kirasizlar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Keling. Bizlar No'g'ron bankdan kredit olsak kelgandik. Keling. Nima chizapsiz? Siz rasmiydi. Nima keldingizlar? Kredit olmoqchi edik sizlar banklaringizdan. Bu biznes ochmoqchi edik. Ha, kreditmi? Hozir. Kredit bo'lsa, ana hujjatlarni tahlil qilasiz, ana bering imzo chekasiz. Shu hujjatlarmi? Ha. Qo'ydi bacham, ketma. Olib keldim mana hujjatlar. Yaxshi, indikda mantiqiy savol beraman. Javob bersangizlar, o'zim No'g'ron bank boshlig'i sifatida kredit ajrataman. Rozimisizlar? Rozi, zo'r bo'laydi lekin. Mani uyimda bitta kuchugim bor, uni oti nima? Yo'q, unangim bu. Sani kuching otini qilmayapmiz biz? Osonlashtiraman, bosh harfi Z dan boshlanadi. Zdan? Z zo'rroqmi? Yo'q. Zombimi? Yo'q. Zaychikmi? Yo'q. Zo'rroq. Nima aytdi? Zombimi? Yo'q. Zizi. Yo'q. Ziki. Zikimi? Yo'q. Zaribmi? Yo'q. Topolmadik. Nima oti? Nima? Oti Tuzik. Unangim yo'q. Qani bu yerda Z? Bosh harfi T-ku buni. Qani bu yerda Z? Zato o'rtasida Z bor. Bu jillarga Turkiya kredit berilmadi desang bo'ladi-ku. O'zi men bularni nomidan bilgandim-da, No'g'ron bank deydi, o'zi jilliligini bildim bularni. Jillik. Nima bo'ldi? Kredit oldingizmi? Bular hammasi bir xilda. Yo'q, ola olmadik. Nima desan? Menga qaranglar, ana shu boshliq bilan men qarindoshligim bor. Agar ana kuchugim laqabni topsangizlar, men o'zim yordam beraman. Yana kuchuk. Tuzukmi oti? Yo'q, bosh harfi O dan boshlanadi. Odan? Olafarmi? Yo'q. Oymomanmi? Yo'q. Bu endi topolmadik, nima? Bubik. Ketdik. Men qarindoshman.